Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hammaga xayrli kun, hammani yaxshimisiz, ko'rishingiz mumkin. Milliy yong'inizda joylashgan Fresh Bar'ni filiali kelganmiz, xudo xolsa. Bu ikkinchi filiali, birinchi filiali adashmasam Chinor oldida. Ko'rishingiz mumkin, har xil assortimentda yangi mevalar sizlarni qarshi oladi kelishinglar bilan. Ko'rishingiz mumkin, har xil sutli deysizlarmi, kokteyl deysizlarmi, bunaqangi assorti mevalar ham bor. Bana, ananas, apelsin olib kelmaydi. Bana, ananas, apelsin, nokan bormi? Ananas, kivi, bana, apelsin bo'ladi. Bunda olma soq qo'shamiz. Olma soq qo'shiladi. Xudo xolsa insonni organizmiga foydali taraflari ko'p bu narsani, xudo xolsa. Tayyorlash jarayoni ananas, kivi, bana, apelsinni blenderga tashlaymiz. Aha. Va bunga muz solamiz. Muz ham solasizlar. Ha, muz ham solamiz. To'g'ri bo'lish, ha. Va o'zini qo'shadigan Maxsus siropi bor-a, maxsus o'zi. buni qo'shamiz va aylantiramiz. Tayyor bo'lyapti, xudo xolsa. Yana Sizlarda qanaqa assortimentda mahsulotlar bor unaqa? 15 xil assortimentimiz bor. Olmali, sabzili, apelsinli, bananli, yo'q kokteyl, 9 yillik tajribamiz bor, xudo xolsa. Kelishaveradi. Olmali sok ham qo'shamiz. Olmay so'kam qo'shasizlar, ha. Olmali sokni blend qo'shib chiqarib turib, Ko'rishingiz mumkin. Tabiiy olmay sok bu, tabiiy. Haligi shakar so'linmaydi, o'zi, tabiiy. Bunaqangi apparatlari bor o'zlarini. Bunaqangi ananas ham qilib beradi. Ko'p kokteylga ishlaydigan narsalar, mana ko'p kokteyllarni qiladi. assortimiz Yo'q, tayyor. assortimiz tayyor bo'libdi, mana ko'rishingiz mumkin. Olmay sok ustiga quyaptilar. Ananas, kivi, bana, apelsin, olma sok bo'ladi. Ananas, kivi, bana, olma sok bo'lar ekan.